G'arroma bu oydagi to'lovi to'lamasdan o'zini osdi. Bolakay, 700 ming yig'ishing uchun ertagacha vaqting bor. Xolasing tilanchilik qil, xolasing fohishalik, menga farqi yo'q, lekin pulni top. Aks holda biz seni maydalab tashlaymiz. Arra. Iblis. Agar meni o'ldirmoqchi bo'lsang, o'ldirvor. Baribir ham ertaga o'laman. Og'riyaptimi? Sen ham o'lasanmi? Mani tishla. Qon ichish iblisni davolaydi deb eshitgandim. Agar o'lishni xohlamasang, mani tishla. Lekin meni qonim tekinmas. Kelishuv tuzamiz. Men senga yordam beraman. Sen esa menga. Axir men ham o'lishni xohlamayman. Mana iblis o'tisi qilib ishga oling. Ochligimda uxlamayapman. Uxlamasam pul haqida o'ylashni boshlayapman. Keyin yana uxlash qiyinlashadi. Uxlayotganimda qanaqa tush ko'rishni xohlashimni aytib beraymi? Nonimga murabbo suraman va sen bilan baham ko'raman. Keyin bir qizni o'rashni boshlayman. Biz u bilan video o'yinlar o'ynab, keyin esa bir-birimizni quchoqlab uxlab qolamiz. Eshitilishi zo'r-a? Bilasanmi, onamni yurak kasalligidan vafot etgan deb eshitgandim. Bu kasallikda yo'talganda qon chiqadi.